1 yoshgacha bolalarda isitma sababli kelib chiqadigan sudurgilarda nevrolog tomonidan ikkita kasallikka shubha qilinadi. Birinchisi febril talvasa, ikkinchisi bo'lsa Dravet sindromi. Bu ikkita kasallikni bir-biridan farqi nimada? Febril talvasalarda dori, ya'ni epilepsiyaga qarshi dorilar berish shart emas. Ya'ni ular faqatgina isitma ko'tarilganda kuzatiladi yoki kuzatilmasligi mumkin. Dravet sindromi bu anchagina doriga rezistent epilepsiya hisoblanadi. Buni asosiy sababi 3 ta omili bor. Birinchisi 70-80% holatlarda SN1A geni mutatsiyasi hisoblanadi. Ikkinchi holatda natriy kanallari disfunksiyasi, uchinchi holatda esa GABA ingibitori neyronlarining faoliyatini buzilishi hisoblanadi. Shu 3 ta sababdan biri kuzatilganda Dravet sindromi kuzatiladi. Buni bemorlarda qanday aniqlasa bo'ladi? Talvasa, febrilli talvasa bilan qanday ajratib olsa bo'ladi? Dravet sindromi 5-8 oylik oralig'larda kuzatiladi. U ham xuddi febril talvasa singari baland isitmada paydo bo'ladi. Febril talvasadan asosiy farqi bu dorilarga anchagina rezistent va uzoq muddat kuzatilishi talvasa xurujlarini. Siz va yaqinlaringizda shu kabi nevrologik muammo bo'lsa, albatta qabulimizga yoziling.